fuqarolar, sizlarga hozir Agrobank tizimida mavjud omonatlar, plastik kartalar va kreditlar haqida ma'lumot beramiz. Omonatlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bizda sandiq degan omonat turimiz bor. 18 oyga 21% dan, agar onlayn qo'yadigan bo'lsangiz, u ham 21% dan, minimal summasi esa 1 million so'mdan boshlanadi. Keyingi omonat turimiz esa progress bo'ladi, bu ham muddatli bo'ladi, 13 oyga qo'yiladi. Bu omonat turimiz 21%, minimal summasi 500 mingdan boshlanadi. Keyingi omonat turimiz esa Comfort deb jamg'arma deyiladi, 13 oyga qo'yiladi, 21% dan bo'lgan, minimali 500 mingdan. Bunda har oyda foizlar olib tursalar bo'laveradi, ustiga xohlagan paytda pul qo'shish imkoniyatiga egasizlar. Keyin farzandlar uchun baxtli bolalik degan omonat turimiz bor. Bu 36, 60, 120 oy mobaynida qo'ysalar bo'ladi. Buni foiz stavkasi esa Markaziy bankning asosiy stavkasi bilan belgilanadi. Bu esa minimal summasi 100 ming so'mdan boshlanadi. Dollar bo'yicha omonat turlarimiz bor. Bular premium bo'ladi, stimul ikkalasi ham 13-24 oy muddatga qo'yiladi. Premium omonat turimiz 6,5% dan 160 dollardan boshlanadi. Keyin kreditlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, kreditlarimiz avans plus onlayn mikroqarzlarimiz bor. Maksimal 100 milliongacha olish imkoniyati bor. Bunda faqat budjet xodimlari uchun beriladi. 2 yilga 25%. Keyin onlayn mikroqarzimiz bor, 100 milliongacha beriladi. Bu 2 yilga 32% dan beriladi. O'sha Agrobank mobil ilovamiz orqali olishingiz mumkin. Keyin mahallalar bo'yicha kreditlarimiz bor. Buni 16 ta mahallaga ajratiladi. Ya'ni biznesga birinchi qadamimiz bor. Bu 25%, 17 milliongacha, ayollar uchun 23%. Ikkinchisi mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. Maksimal summa 50 milliongacha, ayollar uchun 23%, erkaklar uchun 25%. O'zini-o'zi band qiladi, kafillik asosida beriladi. Keyingi mikroqarzlarimiz, avtokreditimiz bor. Bu boshlang'ich to'lov 25%, o'zini-o'zi band qilgan shaxslarga beriladi. 4 yilga, 5 yilga. O'zini-o'zi band qilgan shaxslarga 4 yilga 26%, 5 yilga 27%. Agar budjet tashkilotlari bo'ladigan bo'lsa, bularga 4 yilga 24%, 5 yilga 25% dan ajratiladi. Shu qatorda ipoteka kreditlarimiz bor. Ipoteka kreditlarimizdan boshlang'ich to'lovi 25% bo'ladi. Ikkilamchi ipotekalarimiz 10 yilga beriladi, 25% dan ajratiladi. Birlamchi ipotekalarimiz 17,5% dan 20 yilga beriladi, 6 oylik imtiyozli davri mavjud. Plastik kartalarimiz bor. Plastik kartalarimiz hozirgi kunda Humo kartalarimiz 40 ming so'mdan, UnionPay Uzcard kartalarimiz esa 35 ming so'mdan